Abu Homid G'azzoliy Til ofatlari kitobidan 11-ofat masxaralash va istihzo. Masxara va istihzo dilga ozor yetkazgani uchun ham man qilingan ishdir. Alloh taolo deydi: Ey mo'minlar, sizlardan bo'lgan bir qavm bor, boshqa bir mo'min qavm ustidan masxara qilib kulmasin. Ehtimolki o'sha masxara qilingan qavm ulardan yaxshiroq bo'lsalar, yana sizlardan bo'lgan ayollar ham boshqa mo'min ayollar ustidan masxara qilib kulmasinlar. Ehtimolki o'sha masxara qilingan ayollar ulardan yaxshiroq bo'lsalar. Masxara qilish deganda mensimaslik, taqirlash, aybi nuqsonlarni aytib ustidan kulish tushuniladi. Kulayotgan kishi ba'zan kimnidir fe'l yoki so'ziga taqlid etib uni masxara qiladi. Ba'zan imo-ishora bilan kimningdir ustidan kulishadi. Garchi mazax qilinayotgan odam shu yerda hozir bo'lgani uchun bu ish g'iybat deyilmasa-da, unda g'iybat ma'nosi bor. Alloh taoloning Kavf surasi 49-oyati: So'ng har bir kishining kitob nomai amali o'rtaga qo'yilur. Bas, gunohlarning undagi bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lgan bu qandoq kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay barchasini hisob-kitob qilibdi deyishlarini ko'rursiz, degan so'zlarni haqida Abu Bosid aytadi. Kichigi mo'min ustidan istihzo bilan jilmayishi, kattasi masxaralab qahqaha otishi. Bu shunga ishoraki, odamlar ustidan kulish gunoh, balki katta gunohdir. Abdulloh ibn Zamadan rivoyat qilinadi: Rasul akramning shunday deganlarini eshitdim: Bu zot el chiqargan kishi ustidan odamlarning kulishlarini qoralab pand nasihat qiladilar. Nega sizlardan har biringiz o'z qiladigan ishdan kuladi? Payg'ambar alayhissalom aytadilar: Albatta odamlar ustidan istihzo qiladigan har bir kishi uchun jannat eshigi ochiladi va unga kel deyiladi. Keyin u o'z qayg'u-g'ami bilan eshikka yaqin keladi. Kutilmaganda uning oldidagi eshik taq yopiladi. So'ng boshqa eshik ochiladi va unga kel deyiladi. U o'z qayg'u-g'ami bilan eshikka yaqin boradi va birdaniga bu eshik ham taq yopiladi. Bu holatda davom etaveradi. Hatto oxirida u kishiga bir eshik albatta ochiladi va unga kel deyiladi. U esa bormaydi. Ibn Abu Dunyo rivoyati. Muoz ibn Jabal deydi: Payg'ambar alayhissalom aytadi: Kimki birodarini bir gunohda ayblasa-yu, birodari u gunohdan allaqachon tavba qilgan bo'lsa, to o'zi ham shu gunoh sodir etmaguncha dunyodan o'tmaydi. Sinayni Termiziy. Shuning uchun Alloh taolo ehtimolki o'sha masxara qilingan qavm ulardan yaxshiroq bo'lsalar deb ogohlantiryapti. Dilga ozor yetkazadigan asosda masxara qilish bo'lgan kulgu haromdir. Ammo kimdir o'zini o'zi masxara qilib rohatlansa, bunisi hazilga kiradi. Hazilning yaxshi yomoni haqida esa aytilgan: Ba'zan fikrini ifodalay olmaydigan nonoq do'st ustidan yoki xatti xunuk birodarini uquvsizligidan yoxud uning jismoniy kamchiligidan kulishadi. Bularni barchasi man qilingan bo'lib, masxaralash jumlasiga kiradi. Xato kamchiliklari uchun uzr.